Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, uzun yaqindan kuzatib borgan ikki ko'pa singillar. Mana sizlarga bu yilgi chempionlar ko'rsatmoqchimiz. Qo'ldan kelgancha laklar tirslatib bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar akalar. Bunaqalari yagona akalar. Bunaqasi juda kamdan kam chiqyapti. Haligi 50 million, 60 million sigir etishyapti-yu, shunaqalar bolalaridan ko'rsatmoqchimiz akalar sizlarga. Buqalardan haligi chempion zo'rlari kelgan. Sizlarga bir vosh ko'rsatib o'tamiz. Narxlari qana bo'ladi? Zo'r bo'ladimi? Narxlari ham bu. Narxlarni ham zo'r qilamiz akalar. Narxlarni dahshat narxi beramiz. Narxlarni ham oxirida aytamiz akalar. Ko'rib, kuzatib, yoqsa like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Biz video rolik boshladik. Ular qarang. Hozir bu yerda ikkita tuqqan mol bor. Ikkita tuqqan, Uchta bo'g'oz mol bor. Uchta bo'g'oz. Ikkita xunajim bor. Ikkita xunajim, ha. 4 ta buqa bor, ikkitasi katta, ikkitasi kichkina. Aha. Bitta sutemni ovozcha bor. Aha. 4 ta 2 oylik ovozcha bor. Ha. 4 ta 2 oylik. Ha, ular mol Jonivor. Nima so'raganga, qaysi holatda so'ragan, hammasidan bor ular. To'g'ri? Gibridmi, sementalmi, rossiyskimi, galishtenmi, liboydan bor. Akalar kelaverasizlar. Eshik katta ochiq, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza shaharchasida akalar. Ko'rib, mashalloh deb otangga rahmat degan kommentariyalardan bosaverasizlar akalar. Jonivor mu sigirlar. Chu. Hamola xonachini o't jonivor. Yililan. Qaranglar. Jonivor mana. Shoxligi rossiyskiy nari gallar. Bu do'ppida yelini bor bezodi. Qaranglar akalar. Ali bo'g'oz mol yeliniga o'xshab yelin topolgan. Jonivor. Voy. Mana. Qaysi biridan boshlaymiz endi? Sigirlardan boshlaylikmikin? Qaysi biridan boshlaymiz? Gapiring, obunachilarga nima kerak? Qaysi biri kerak? Obunachilarimga hammasidan kerak. Hammasi kutib turibdi, shu juda ko'pchilik telefon qilib turib, chiqadi deyilyapti. Qarab turing, birinchi maydalarni so'nka qilib turib, ichkari kirgizib yuboramiz. Keyin sigirlarga o'tamiz. Qani, bitta so'raverasiz. Mana, 7 oylik bo'zo. 7 oylik buqa. 7 oylik, 6 oylik bo'zo. Aha. Bo'yi 1.20 pilusda. 1.20 plus minus. Ha. Minus olmasa kerak, minus olsa kerak, yana bilmayman. Babaqalari ham pastga kelmadi. Sekan tuyoq akalar. Ashdan bunda nima qilib tursiz, men shuni o'zim o'tkazib beraman men. Mana ko'p. Asha qishligiga zo'r uramiz-da. Mana. Mana akalar. Gibrid o'tkazmas. Toza semental buqa. Aha. Bo'yi 1.20 plus minus. Narxi. Yo, narxini nima ya? Yetiladi, cho'zimni nima qiladi? Dangal bo'lsa 26,5 million. 26,5 million. Xayri bor, ditcha. Ditcha xayri bor. Dastavga ham hamma yo'qqa qilib beramiz, kelishilgan holatda. Narx qoplasa beramiz, qoplamasa yo'q, xafa bo'lish yo'q, bizga ham narx qoplash kerak. Kirgizaymi shaqqa buni? 26,5 ga oladigan bo'lsa-chi, Ha. vodiy bo'lib, yana Toshkentgacha dastavka beraman shu mol. Toshkentgacha dastavka akalar. Ichida 26,5 ichida. Faqat narxidan tushilmaydi. Agar narxdan tushilsa, holatiga qarab dastavkasini kelishamiz. Yebish hamma yo'q sog'lom, bo'yi 1.20, yoshi 6-7 oylik narsa. Sifat ko'rib turibsiz. Ortiq olmaydi. Endi mana itlarda ham bor akalar. gibridni olib kelaylik-ya. Jonivor gibridlar. Gibrid bor-ku. Bestoqqa to'ygan, yaqinda Jonivor. Hozirdan bo'yin solgan akalar, bu babaqani qaranglar. 100%. Qarang-da. Hozir xalqimiz gibrid tushungan yo'q-da. Gibrid tushunmasa, bu vaqti bo'ray narsa. Bular uzunligi ham uzun bo'ladi, hamma tomonlama zo'rta bular. Ham sut yo'nalishda. Yana rossiyskiy. Aha. Uzun bo'ladi rossiyskiy eski parodalar. Aha. Otasi minta. Qarab turing, ashaqamda kirgizuvchilarga ko'rsating-da mana. Mol o'ta sutga to'ygan, 3,5 oylik bo'zo, bo'yi 1.10 ga olaveradi.
110 aka. Endi dichakcha kam ketiga bo'lsa ustida ko'rib olaveradi. Ko'rib tur, düz aqalarni. Simentaldan Bunaqasi aka juda kamdan kam. Turishini qaranglar. Pachka narsa. Otasi toza simental ona. Bu baqbaqalari yaxshim akalar. Olsalar ham baraka topasizlar, xudo xolasa. Shox kuydirilmagan ekan-a? Jibritni bor, olgan odam maza qiladi. Kelajak zo'r bu mol. Uzunligi ham ancha uzunagan akalar. O'zi jibrit boqyap turgan kukalarimiz biladi o'zi nimani. Haqiqatda istagan tuyoqman akalar. Narxi nechi pul endi buni? 23,5 millionga o'tib beramiz. Katta xayri bor. 23,5 million xayri bor akalar. Bemalol nima deyapti? Zo'r narxlar. Dangaga. Hozir o'zi yangi tug'ilgani ham qarab turing, kommentariyada shaxsiyatga tegmasdan negativ yozsin, qimmat bo'lsa qimmat desin, arzon bo'lsa yazini bossin, chiqar ko'proq desin. Lekin shaxsiyatga tegmasdan chiroyli yozsin. to'ppa to'g'ri akalar. Bosing yazini. Yangi tug'ilgani 15 million bo'yapti simental. Shu 15 million dollar o'yapti. Mana. Bittalak bosib qo'yasizlar shu turishiga akalar. Yaxshi cho'tga girdik, bor. Narilar simental yoradi. Buni ham kirgizib olaylik tashqi tarafga. videoda katta kichkina ko'rinaveradi akalar. Kelib ko'rsalar ustidan ketolmay qolasizlar akalar. Bular ko'rib qolsalar. Ha, bosinglar. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomer 90 831 0047. Qo'ng'iroq bemalol telefon qilaverasizlar. Qani ichkariga qo'ying. Hatto bunaqalardan ham bor. Yangi tug'ilganlar. Mana simentalni olib kiramiz, qarang, mana. Mashinasi kiradi. Toza simental 100 Sutdan chiqqan ham hozir ikkita ham. O'tga kirgan. Bu ham o'tga kirgan. Bu kirib ketdi. Mana ichkariga olib kiravering mana. Ishda ham olib boramiz. Uchinchi boramiz mana. Uchinchisi. Askalar. Askalar. Bo'ya 1.10 minus. Shamali bo'lsin. 1.10 minus. 4 oylik. Ishdan chiqqan. Bunaqali spermda nima bor? Aha. Vaqt o'ziga yarasha moldi. Hozir simental stakan tuyoq, unaqa bachkan ham olbas. Muhimi sog'lom. Akalar biz aytishimiz shart emas, o'zlaring ko'rib bitta baho beraverasizlar. Maqtasagan bir bolalar deyishyapti. Sog'lom mol. To'ppa to'g'ri. Birinchi bo'lib shoxi yo'q, kuydirilgan to'qol. Narxi keladigan bo'lsa 24 millionga ozgina xayri bor. Nima deyapsiz? 24 million akalar. Mana. O'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. 24 millionga ana olsin. Xollasa kibrit ikkovini bir xilda qarasin, tashi ikkovini juplab olsin, yo'lda qilib beramiz. Olsin ana shu ikkovini juplab olsin, kelajagi bor. Aha. 1 yil 2 yil tutsa katta pulga sotadi, xudo xolasa. Ikkovini jupiga olaman deganga nechi pul? Gibrid bilan ashini. 47 millionga ketdi vodiy bo'ylab. 47 millionga vodiy bo'ylab. Undan kami yo'q. Yo'q, o'zi zo'r etib qo'ydim-ku. Mana akalar. Baqa aksiya narxlari bo'lib ketdi. Bomba video bo'ladi. Narxlardan ham bir chiqaramiz. Narxlarni vashim bundan ham zo'r chiqaramiz akalar. Yo'q, cho'zilib ketmasin, to'xtatib, mag'lublar nariga. Rossiyskilarni olib kiramiz. Mana akalar, rossiyskiy. Bitta rossiyskiy narigacha germanskiy gallar. Gallar narigisi bunisi rossiyskiy. Bo'ladi. Mana akalar. Ana gallar. Eskali rossiyskiy mollarimizdan. Bunisi to'qol ekan-a? Darski to'qol. To'qol. Birinchi buni haydab olaman hozir. Men ko'rib hozir kirgizib olaman bizlar. Mana ichkarida kutib olaveramiz. Yerinlarni u darski bor, dog'alashga boradi bu mol. Ha, kerak. Aqalarni ko'rsating buni. Buyurishlar qarang, bo'g'ozni oldi, hali yangi qochib qolgan bir 4 oylik 5 oylik bo'g'ozni yilliga o'xshab kasasi bor kattagina. O'sha. Kelib ustida ko'rsin tanashib oldi. Sut uchun ishlayman degan javob ishqiboz bo'ladi molga. Fermaga haligi 10 ta 15 ta solib qo'ysa, fermaga qo'yib yuborsa, dahshat bo'lib qoladi. Xudo xolasa bu tuxan holati, yangi tuxan holatda 30-35 ta sutni birinchisida o'ynatib beradigan mol. Mana kelar. Shoqi bor ekan. Kuydirsa ham bo'laverami hozir? Buni kuydirib nima qiladi? Bu shoqi bilan go'zal ular. Mana kelinlar akalar. Videoda uncha ko'rinmayapti. Shoqi bilan go'zal.
Davay, buni olib kelaylik, gallarni ko'rsatamiz. Bu ikkovi Ikkoviga bir xil narx aytiladi. Buni narigini ham ko'rsatib olaylik-da. Qashib to'sib turing. Shu. Ketdi. Hop, gallan keladi. Ona galla. Canavar turishini qaranglar. Ha, to'qol. Onasi gallan. Bitta gallan. Mana, ko'ring. Sal chekkan olib turing endi. Ana kela. Oq yelan degani mana shu. Oq yelan. Yelanlardan. Olgan odam baraka topadi. Bitta uyda bemalol sutga to'ydiradi. Buni to'qol. Gallan, a? Istagan tuyoq. Hammasini ham yeyishiga, ichishiga. Hozirgi holati arzon. Aha. Bo'g'oz olib tuqqandan keyin bermaydi 45 million, 40 millionga. To'ppa to'g'ri. Bitta nima ayoligami, opa-singillarimizga olib bersa, ishlik qilib qo'ygan bo'ladi. 30-35 ta sut sog'ib, sotsa ham bitta ro'zg'or bemalol boshqaraveradi. To'ppa to'g'ri, ana yelalari ham akalar. Yurib turibsizlar. Tepadan olingan, pastdan yotib olingan yo'q. Necha oylik oylari? To'g'risi oyini to'liq bilmayman, shu necha bir 11 oylar atrofida plus minusi bor. Bo'ylarini bilaman, bo'ylari 125 dan keladi ular bo'ylar. 125 dan. Plusga olsa 125 ga men shuni ham 120 plus deylik. 120 plus ekan. Narxlarini necha pul endi u ikkovi jupiga? 23,5 milliondan ketdi vodiy bo'ylar. 23,5 milliondan? Bunaqasi yo'q. O canavar. Ana akalar. 23,5 milliondan ketdi vodiy bo'ylar. 27 million bo'ladimi? 47 million bo'ladimi bu ikkoviga? 47 million akalar. Ikkovi jupiga. Dastavka beramiz akalar. Kelishilgan holatda faqat. Video cho'zilib ketib qolmasin, narigilarni ham tezroq ko'rsatamiz akalar. Akalar mana chempionlar ham chiqadi, xudo xolasa hozir. Videoda oxirida qo'yamiz. Mana oxirida chiqaramiz akalar, kutib turinglar. Mana akalar. Birinchisiga bo'g'oz. Birinchisiga bo'g'oz. Bo'g'oz deyman. Birinchisini tuqqan. 3 kun bo'ldi. Mana Tuqqanga yelini uch kun hali bo'libdi. qaytgan yo'q. Bes holatda turibdi. 3 kun bo'ldi molda tuqqan. O'g'izdan chiqqanmi yo chiqqanmi? Endi chiqyapti. Jicha bor o'g'izda. Hali sog'imni aytib ko'rganim yo'q. Ikkita biz o'yimiz. Birinchisini tug'di. Birinchisini tug'di. Aha. Yana qorinda kelib o'zi tug'ilgan, katta bo'lib qochgan novvos bolasi. Tug'di. Novvos bolasi. Bola ham zo'r. Enada jicha olma ishlov kerak. Muhimi sog'lom. Yemini berib tursa, semirib o'zini oladi, kelib oladi. Yana to'g'risi jicha ozg'in. U pardozlab chiqarilgan yo'q lekin, a? Mana idishga qarang-da, mana shundigacha, kindikgacha yana keldi. Doktorga mana shunday ishyapti desam, rosa sutni behisob beradigan mol ekan dedi. Endi sekin qaytadi betlari, lekin sutni zo'r beradi dedi. Yeyishiga, ichishiga, turu oyog'iga, turu yeliniga, qoniga garantiyasi bor-a? Qarang, qoniga, turu yeliniga garantiya bor, tuyoqlariga garantiya bor. Yeb bitishini kelib sheta ko'rib olsin. Men telefonni borgandan keyin yeb itishi o'zini qo'lida u. Ha, sheta ko'rib oladi-da, oladi hozir. Doktorini olib kelib ko'rib olsin kerak bo'lsa. Lekin Trijonga men boshqalarga o'xsha meni kim qanaqa sotaman, men film shunaqa mashitda javob beraman molxonamda. Lekin darvozamdan chiqib ketgandan keyin mol olgan odamniki hisoblanadi. Bu Trijonga qanday men garantiya 100% deb olib chiqib ketgandan keyin sog'lom turadi deyalaman. Bu joni bor buni. Shuni to'g'ri qabul qilishsin. Lekin doktorgacha olib kelib mashitda ko'rib olaveradi. Mol sog'lom, xudo xolasa. Suti yaxshi. Ketmaydi, boshqa olmaydi. Yaxshi. Bolasi ham aytdi yotibdi. Bolasini ko'rsatib narxini aytamiz akalar. Bolasi O'g'izda ichib maza qilib yotibdi. Qayerda uxlayapti, buni hozir turgizgan bilan. Oma kattagina. Kattagina. Turgizaymi? Bitta turgizib qo'yaylik. Obunachilarni bitta ko'rsin. Damoyattiroding o'zuramiz. Samarqandlik, Buxorolik, Andijonlik akalarimiz juda yaxshi ko'radi buni. Bizachamiz zo'r tug'ildi, xudo xohlasa. Janavar. Pochga tug'ildi tepalari. Ana ayollar. Bugun 3-chi kuni. 3-chi kun akalar.
Mana orqalari. Zarodan olib bemalol ko'rsatavering. Biz o katta tug'ilgan yaxshi. Mana kela. Erish yo'q. Janovar. Oyoqda qaranglar buni. Oyog'ini. Endi ena bolaga narxni nechga aytamiz? Bu molni qarang. Avstriyadan kelgan sigirni bolasi bu. Rossiyadan olib kelinmagan bu narsa. Avstriyskiy. Sigiri emas bu. Yo'q, nimaniki emas. Enasini qonida kelgan bu sigir. Aha. Ena bolaga 46 million xayri bor. 46 million xayri bor akalar. Kelib ko'rib bemalol suvdan qilaverasizlar u. Yoqubjon, bunday bitta narsani tushuning, narxni boshqalaydi. Narxni ham gapirib o'tib-keting-da. Odamlar shuni ham 50 million, 60 million narx aytib yuborishyapti akalar. 46 millionga xayrini ham qilib beraman. Dehqonlar olib maza qilib boqsa baraka topadi akalar. Biz ham xursandmiz baraka topsa akalar. Mana bu vosita olib kelaylik-a mana. Mana aybini aytib qo'y. Qarus qolib ketgan, silosda qolib ketgan mol. Aha. Lekin yeb ichishini ko'rib turibsiz, qorinda qarang. Yemagan mol bilan qorin bo'lmaydi. 100% sog'lom, 100% enotasi toza seminta. Enotasi behijolat fermani moli. 100% seminta, faqat qarus qolgan mol, silosda o'zida qolgan g'arob bo'lib qolgan mol. Lekin yeyishi, ichishi toza semintaligi behijolat. Bu qulog'ini yoshligiga endi bezovlar hali bir-birini qulog'ini so'radi-yu. Ana shu so'raverib g'ajib qo'yishgan ekan. Mana. Mana. Mana shu qulog'ini ozgina so'rib qo'yishgan ekan-da. mana. Ko'rsatib o'ting. Mana ko'rganda unaqa ekan degan gap so'z kerak edi. Aybini aytib sotish kerak. Aqallar vashim pachka narsa lekin aka. Lekin qarang, buna narxdagi, buna holatda bo'ldi, buna narxda bermaydi. Bitta tavsiyam bor. Molni sifati jaz bo'lmagan bilan tani joni sog', zoti tayinli narsa olgan odam yutqizmaydi. Faqat yemni berib tursa, bu qorin zormonda yo'qali, bo'ybaxt cho'ziladi molda. Endi bu silosdan boshqa narsani ko'rmagandan keyin mana shunaqa qorin sog'ib oladi. Bu necha oylik endi bu? Bu 11 oylik atrofida. 11 oylik atrofida. Oyoqlar sekanti yo'q, baqbaqalar ham rasa kelgan ekan. Toza sementalmi? Enotasi 100% semental. Bunning narxi necha pul endi? Bo'yini ham aytaylik. Bo'yini 125 ga boram bormaydimi? 125 deyoraylik. 120 plyusga olsang, 120 plyus. Ne o'lchagan? 120 plyus akalar. Lekin sog'lom, tepalarda yaxshi mol. tuxum turaveradi bunday ham bemalol akalar. Achkayu shu qonni xunuk qilib turibdi molda. Ayni shu qorinda oyoqlarini ko'rsating, istagan tuyog'i unaqalik. Obunachilarimiz bitta ko'rib o'zlari bilishadi. Maqtovat kommentariyada hamma har xil so'zlar yozib boryapti. Endi o'zlaring bitta ko'rib baho beraverasizlar. 26 ham demaymiz. Yarim tarimi yo'q. 26 million. 26 million. Shu narxga vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Dastlabki bor akalar, vodiy bo'ylab. Narxga, lekin narxidan tushirasiz, kelishamizda kelishga qarab balki 50 qilib beramiz dastlabkasini, balki o'zimiz qilib beramiz. Ular xayri bor, shu 26 millionga xayri bor. Ketaveradi. Faqat cho'bas, to'g'ri tushuninglar. Yangi tug'ilgani 15-16 million. Libo joydagilar ko'raverlar, buna narxga yo'q. Hamma yo'q surishtirib kelaverasizlar akalar. 26 million dastlabkasi ichida, lekin kami yo'q dastlabkasi ichida bo'lgandan keyin akalar. Bu yangi tug'ilgani ham o'zlaring bilib turibsizlar qanaqaligini. Ona, qarang. Olgan odam yutqizmaydi mana shu. Maza qiladi. Oxirini chiroyli qilib, quruq yerda boqsam-da zo'r ketadi. Xudo xolasa. Kecha sabr qiladi, lekin qorinlar totib, kirasach ko'p bo'ladi. Endi qaysini ayting? Endi mana shu gibritimizga kelaveraylik. Gibritimiz. Birinchi tug'ma. Onasi semental o'zini, otasi gallan. Gallan, Mana sementaldan qochgan. Mana onajinda tug'di mana. Mana bu Qanday ko'z ko'rgansiz? Birovga borgan yo'q bolasi ham. Borgan yo'q bo'lsa kerak. Mana. Bu buni bolasi. Bolasi ikkilar yuribdi. Bolasi akalar. Behisob deyman. Qarang, oy mana. Oy. Mana akalar.
Bu onasi mana. Xullas mol mashina boqadi, ashtimentallarimiz ichida o chekkada kansirda yonida yotganini boqadi. Ha, shunday. Lekin u emadi. Apparatga ko'nmadi. Aha. Qo'lda bir xil petek turadi, noyonda bir oyoq ko'tarib nima qilib qo'yadi. Qitig'i bor birinchisiga. Birinchisiga. Icha qitig'i bor o'man. Ha. Bunaqa usulini ham bermayman sigirlarga. Aha. Mana silos. Mana Mhm. kepe, boshqa narsa yo'q. Kelib ko'rib olaveradi. Shu holatda shekodi boqyapti. Bir 18 taga yaqin sut hisoblayapman. Lekin hali fermalarga o'xshab soya shorti, keyin tektos. Mana qo'qman men. Soya shorti, raps shorti, makka uni, bug'doy yorma, vilafos, kepek, kunjara qilib bersam, bu ham indamasdan 25-30 litrni beraveradi. Hozir taxminan necha litr beryapti? Endi yaxshi yem bersa 20 dan tepasiga olaveradi. 20 dan tepasida beradi akalar. Xudo Yaxshi yem xolasa. berish kerak uning uchun. Endi hali Eti ham zo'r. zarilbas, ekobezod qonun to'qlab bersa bo'ldi, o'sha silos kepeda boqib yotibdi. O endi zo'roma, unaqa ozg'in molda. Bo'yiga 1.45 ga olishaveradi bo'yini. 1.45 plus minus plus. 1.45 plus minus qo'ying mana. Yelinlarni ko'rsating, 4 yilini ishlaydi. To'ra yelini. Qoniga garantiya. To'ra oyoq bor-ku. 4 oyoqda sakraydi. Idishni bemalol hali komplektda sutdi. Hali bu kechga borib ishi вообще nima bo'lib ketadi. Mana bolasi akalar. Bolasi ham Bola xonajin. Qorisini kaldan qochgan. Bu xonajinda otasi 45 millionga 1,5 yasharligida sotilib ketdi. Urug'qa bo'yi 1.60 bo'ldi. Вообще go'zal edi otasi. Shu arzonligida sotilgan ekan-da. Arzon paytda. Libu odamga olaverardi uni opa. Narxini necha bildingiz endi? 46 millionga hayrana qilib beramiz. 46 million xayri bor akalar. Xayri bor. Dastlabkasi ham kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Mana bolasi. Lekin aybini aytyapman. Shuncha sho'ligi bor. Ertaga bitta molda birov bilan problema zaril bor. Hamma yo'qda aybini borini bor, yo'g'ini yo'q qilib sotaman. Bo'ldi. Endi bundan boshlaymiz buni. Mana shundan boshlaymiz akalar. Xonadonimizda eng chiroyli, eng o'zimga yoqadigan sigirimiz. Hozir astirki, 3-qoringa bo'g'oz, shuni kelib ochib ko'rib olishaveradi. Mana akalar. 7 oylik bo'g'oz mol. Endi sutdan chiqaryapman, bir mahalga olib o'tkazib qo'ydim. Hali ham sut beryapti, sutini chiqartirib bo'lmayapti mol. 7 oylik bo'g'oz mol. Xudo xolasa bir mahalga olib o'tib qo'ydim. Bir mahalda ham 10 ta tepasida 12 ta 13 ta suti bor. Mana belkasi kirib ketdi, astirski. Molimiz lekin o'ta nima deydi, karabil katta narsa. Bo'ylari 1.45, tepasi 1.50 ga yaqin kelaveradi. Endi bo'g'ozligi tiniq 7 oylik, tishini ko'rib olishaveradi, 6 ta tergan. Necha tuqqan? 3-chisiga bo'g'oz. 3-chisiga bo'g'oz. Bunisi ko'rib egiza tug'a deyapti. O'ta nafs och mol olman. Nafsi vo'bshim och. Yeyishiga chidagan odam olsin buni. Aybi yeyishiga chidagan odam olsin. O'ta ko'p yeydi. Bepoyon yeydi. Bu tomonlari ham akalar. Hozir haydab ko'rsatamiz. Orqalarini ham ko'rib. Yaqinda voqali akalarimiz kelib 49 million 500 ming qilishdi bermadi. 49 million 500 ming qilishdi berilmadi akalar. Prosta aylanib kelishgan ekan. Qo'lida yo'q berdim dedi. Endi hali tirikchilik qilib yuradigan aka-ukalar ekan. Xonadonimizga uyga olib beraman deb bir qiziqib ko'rdi, 49,5 qilib ko'rdi. Bezovga kelishgan ekan o'zi, ana unaqa bezovlardan topib olib ketaman deb mehmon bo'lib kelishgan ekan, 49,5 million qildi. Berilmadi. Unga berilmaydi ham. Yo, unga unana aka bizni to'g'risi qoplanmaydi. Endi molimizning holatini ko'rib turibsiz, mol nonaqli mol bas.
Bemalol 800 kilo besi borda, shu turishida chiqarmi axir nima deysiz? Chiqsa kerak endi. 750 kilo tepasida kelaveradi. Qorin ham katta molda. 7 oylik holatiga qonni katta, egzi tug'adi deyishyapti. Tepalarini ham qarang, pachkaligini ham qarang. Mana holatni qarang. Idishlarni ham zo'r, idish tomirlarini ham ko'ring-da buni. Tomirlari ham o'ta bir boshqacha. To'ro yelini ishlaydi. To'ro so'sga sayishi ishlaydi. Behijolat mana. Tomirlarni qarang. Xudo xolasa tuqqan payt 30 dan tepasida beraversa kerak. Xudo xolasa. O'ta sutdor mol. O'zimga mana shu mollar ichida eng yoqqani shusiga. Endi buni maqtagan bilan tepasida kelib ko'rsa shifozi o'zi bilib olaveradi. Puliga 56,5 million xayri bor. 56,5 million xayri bor akalar. Bir oy kutsa 65 million deb indamay chiqarsa yugurib kelib olib ketadigan narsa. U pardozlar bunaqa qilib chiqarilgan yo'q. Boricha shuni ko'rsatilyapti. Mana metini qarang, mana ishlar tarab, hali qizil lentalari bo'ynilariga tarab, tashqariga yugurtirib chiroyli qilib 70 million, 65 million kelishamiz desam bo'laveradi. Lekin shuni dehqon olsin, maza qilib boqsin, baraka topsin. Baraka topsalar ham biz ham xursand bo'lamiz akalar. 56,5 million Kami xayri bor. Xayri bor akalar. To'rt bojxonamda go'da. Endi mana bu molni qarang. Karabil mol mana shu. Mana akalar. 10 ta bezo qo'ysa 10 ta bezo deymiz. Bolaga o'ta mehribon. Ano bolajon ekanlarda mol sigirlar bor, tuqqanlardi. Tashla. Bolalarini yoniga olib oladi. Ikkovi sigir kelsa, "Tegma meni bolam" dedi shu bolalarga. Ana o'ta bolajon mol. 2 oydan o'tib qoldi, qo'yilgan. Limuzinga qo'yilgan mol. Limuzinga qo'yilgan. Nimaga limuzinga qo'ygansiz? Gibriklashtirib ko'ray, limuzin bilan nima chiqar ekan deb qiziqsam, limuzin urib qo'ydirdim. Mana kelib yelkasini ko'rsating-chi. Mol xudo xolasa 3-chiga bo'g'oz. Mana yelkasi. Yelkasi aka. Qaytdiki bu. Nima? Slovakiya va Slovakiya bo'larmi axir? Slovakiya va Bay deb qo'yibdi, Germaniya bo'ladi. Obunachilarimiz o'zi ko'rib olaversin mana yaxshi. Kommentariyada yozishsin mol qaytdikiligini. Mana yelkasi shu. Yaxshilab olib ko'rsating, tiniq ko'rinsin tamam. Tiniq ko'rindi. Mana. Mana ko'rsating mana. Yelkasi. Bo'ldi. Yelka o'ziniki, mol katta narsa. Bo'yi 150 kilogram indamasdan. Suti ham xudo xolasa o'ynatib beradi. Qo'lga ham, apparatga ham, bo'zoga ham tek turadi. Ana akala. 2 oylik aniq bo'g'ozmi yo? Tekshirtirib ko'rib olaveradi. Doktorini olib kelaveradi. Xolasi uzisini olib kelib tekshirib oladi. Bo'ldi. Bo'ylari necha chiqadi? 150, 45 plus deyveraylik. Mayli. Nima ham shunday deyveradi. 145 keladi. 145 plus akalar. O'ynatib keladi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Shu mollarmidi deysizlar-da ko'rib, kattaligidan akalar. Kichkina ko'rinasin, katta ko'rinasin. To'ppa-to'g'ri. Boklarni ham ko'ryapsizlar. Endi buni puliga keldik. Hech bir narx aytaylik, o'zbekcha chanalanchi kimi. Ya arzon yo qimmat etdingizmi? Xolisona. Endi men obunachilarimga qancha puldan aytayapsiz? Menga qancha qimmat bo'lsa, bitta etingda u molni o'zniki deb tasavvur qiling. Menga molni ko'ring holatini. Yevropani moli. Endi bo'g'oz bo'lishi mumkin. To'rov yelini ishlaydi. Qo'ybasi zo'r, holati ham 750 kiloga kelaveradi, besi ham. To'rov oyoq sog'lom, unaqa aybi yo'q, qoni toza. Endi obunachilarimga 40 million bo'lsa ham zo'r, 50 million bo'lsa ham zo'r. Endi siz narxini aytsangiz, shunga qarab narxini qancha arzon qilsangiz, necha pul? 46,5 million. 46,5 million. Xayri bor. Xayri bor akalar. Menga qarang.
46 500 ming narxdan olsan 46 ming. 46 million akalar. Birov yetib qo'ymaylar deydi. 46 million akalar, dastavkasi kelishilgan holatda bor. Kelib ko'rib bemalol suvdan qilaverasizlar. Endi yana qaysi biri? Qoldimi yana bitta? Chiqarasizmi baqa? Mana akalar. Bu da berham. Endi semirishga kelgan. O da yeri agar narigilar bo'lsa semirib xudo xolasa endi zo'r semiryapti, yaxshi ketyapti. Yeri tishi 10 da. To'rov soskasi ishlaydi, to'rovdan chiqadi. 6 oylikga bordi bu hozirga. Lekin juda katta narsa ekan kerak. Bitta semirib qolsa bu beli bor-ku. Agar 8-9 oylik bo'lsa-da, belida bitta bolishni qo'yib olasiz, nariyog'iga qilaverasiz-da. Lekin akalar juda katta narsa ekan. Semirib qolsa, qarang buni. Narigini ko'rsating. 56,5 million degan sigirimizni buni ko'rsating. Ikkovi sinfdosh. Bitta mashinada kelgan. Yevropadan bitta mashinada kelgan. Qoni, suti hamma yo'g'i bor. shoqi yo'q. Oldin ana kelib suti ko'rib olsin. Yillar ishlar sutkalar uzun mana. Dehqonlar olsa, dehqonlar maza qilib boqadi. Qo'lga ham, apparatga ham tekshirib turib, xohlasa 6 oylik bo'g'oz, tekshirtirilgan, qo'l ham sop ko'rilgan, o'zida ham ko'rilgan 6 oylik hozirgi holati. Molimizda endi nima deymiz, aybi yo'q, boshqasi yo'q. Bo'yi 1.50 indamay keladi. Bu teta ham keladi. Baland narsa bu. 1.50 plus deyveraylik. Agar semirib qolsa, xudo xolasa 900 kilolik sigir bo'ladi. Mana. Toza avstriyskiy ekan, ata akalar. Mana. O'zi avstriyaniki juda pakarroq bo'ladi. Qandaydir bu yirik narsa o'zi. Agar semirib joyiga kelib qolsa, yirik narsa, yirik mol. Nima deyapti? Nima yoqyaptimi axir? Ha, yoqyapti-yu, obunachilarimga narxini bomba qilaylik endi oxirgisini. 6 oylik bo'g'oz bu mol. 6 oylik bo'g'oz. Sutdan chiqdimi yo? Yo'q, hali ham mana shu ikki mahal ikkita bez olmaymadi. Nechta sut berdi? 7 oylikdan keyin chiqarib yuborilaveradi. Xullas ikkita hozir ko'rsatamiz. Asli ikkitasi emadi, 2 mahal. 2 mahal emadi. 15 dan tetasida bo'lsa kerak hozirgi holatida ham. Men unaqa sutga ishlayman deb yerda tiqib bermayman-da. Silos kepib beraman xolos. Boshqa narsa. Silos kepib beriladigan xolos. Mollar semiryapti. Kepib ko'proq beramiz, yaxshi semiraveradi. Bu-chi bu? Yo'q, u sotilmaydi. U bizda bunday bir ay molni bir oyda sotiladi. Bu mol necha oyog'ida nuqsoni bor, buni sotmaymiz. Endi olaman deganlar, men o'zim to'g'lab olaman deganlarga sotaverasiz. To'g'lab oladiganiga, so'yib oladiganiga 27 million xayri bor. Xayri bor. Necha oylik? Bu hozir pastda tish uzgan katta hunajim bu. 450-500 kilo kelib qolsa kerak bersa ham. Bo'ylari 1.30-1.35 yillar. Nega? Kerak bo'lsa ko'raverasizlar. Keyin kommentariyaga shunday o'tsalang. Narxni aytmadik. 6 oylik bo'g'oz, 15 taga yaqin, 15 dan tepa plus minusida suti bor. Bo'yi 1.50, uchinchisiga bu ham mashinasini torti. 52,5 millionga mana 52,5 millionga kami bor ekan akalar. Xayri bor. Xayri bor. Kelib ko'rib bemalol suvdan qilaverasizlar. Kommentariyaga o'tsalang, Telegram kanalida silkasini qoldiraman. O'tib bemalol suvdan qilaverasizlar. Yuring ketdik, shirin joyni ko'rsataylik. Hozir bitta shirin joydan ko'rsataman. Mana. Ikki xattali bo'zaychamiz. Libos seriya qo'shib olsa bo'laveradi. Bu 5-4 kunligida kelgan. O'rtada bir 8 kun 9 kunligida bir orib oldi, ichi o'tib, ichi ozib oldi, ammo hozir bir 20 kunlikka borgan yo'q. Hozirgi holati ona zakonni. Suti ham zo'r ham, ichi ham o'tgan yo'q, xudo xolasa yaxshi. Ichi o'tardan o'tgan, xudo xolasa. Xudo xolasa o'tkazib oldik. Narxiga keladigan bo'lsak 15,5 million xayri bor. 15,5 million xayri bor ekan akalar. Kelishtirib beramiz. Endi chempionlarga o'tamiz akalar, ko'rib oling. Chempion. Mana akalar, yotishibdi bular. Bitta partiya qilib olibman deganlar. Yelindi qaranglar akalar. Yelindi.
Mana kelar chempionlar. Obotinta turgizamiz. Nariyani. Hormonlarim turinglar. Hozir ichiga o'tvoy. Shu. Hozir ichiga o'tib ko'rsataman kelar sizlarga. Bitta oy ko'rsatib olaverayman. Jingalaylari bor. Ichida jingalaylari. Shu. Mana kelar. Uzoqdan ko'rinishlari hozir ichkariga o'tib ko'rsataman. Chempion kupachalar. Endi Mana kelar. mana ikkitasi turibdi-yu. Mana ikkita. Ana shu 6 oylik bo'g'ozimiz demadi. Mana u gibrid demadi. Mana u nariga tutdan chiqaryapman dedim-ku. Bir mahal shuni yemayapti. 7 oylik demayapti. Ha. Qolgan nariga bir mahalda qolagan sigirini yemib ketaveradi. Akalar bitta baho beraverasizlar, mashindan bosaverasizlar. Janob Shoshilari 2 oylikka borgan yo'q. 2 oyliga. 2 oylik desa ham bo'laveradi. Jingalayda qarang, bu qarang, mana uni. Bunaqa zo'ra qarang. Kamdan kami bunaqa. To'qolmading mana? Yo'q, shoxi bor. Xudo kuydirib qo'ysa bo'laveradi. Bunaqa shoxi ham katta shox ham bo'lmaydi. Oyoqlarni qaranglar janovorda. Haqiqiy istakan tuyoq akalar. Mana. Tepalari ham g'asa kiygan. Ular katta bo'lib qolsa bormi? Hozirdan dumlasa boribdi akalar. Sigiri bor odam bor-ku. Ha. Ikkita sigiri bor odam. 15 litrdan 30 litr sut yetadi. To'rovni oltda tashlab qo'ysang, yana 2 oy shu holatda ushlab yursin-da. Olib borib 30 milliondan ham bermaydi. Agar yana o'shancha darsi bo'lsa ham, hozir 2 oylik holatiga shuncha o'zi. Buni hozir sutdan chiqarsa ham bo'laveradi, sut yo'qlarga. Tepe Yana yeyishyapti-ku o'zi. Qanaqani, mana uni voshim oldiga cho'moltash. 2 aylantiring tash tarafga. O'ta bir ajoyib oldi bir katta buzoq bo'ladi bu. Oyoqlar ham baho beraverasizlar kelar. Chiroyli, bu ham jingalak. Bu jingalak. Ana o'zi Jingalam oldi keladigan bor-ku. Ana zavarskiy to'qol. Ha, zavarskiy to'qollar akalar. Hammasi bir-biridan go'zal akalar. Janovorlar turishini qaranglar. Oyoqlariga ham bir e'tibor berib ko'rasizlar. Bular nima deymiz? Bag'baqalar ham rasa kiygan. Ha? Bular nima deymiz bilasizmi? Nima deymiz? Po'ponchalar. Po'ponchalar. Bilgi po'ponchalar. Mana ular bor-ku. Haqiqatda urug'ga yaraydi, mana jingalaylar. Mana u narigi, umuyan, xudo xolisa hammasi zot. Bir partiya ekan-da. Bitta joyga olib Bitta qo'ysa. sherigi bor edi. Oyog'ini sal qayrib oldi. Sal ishig'i bor. Shu ham o'ziga kelib qolsa 5 ta. Yotdi xonetda. Uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Endi chiqargan bilan bir kun 2 kunda tuzaladigan emas. Bir hafta 10 kun vaqt ketadi unga. Uni keyinchalikka sotilaveradi. Hozir shuni ko'rishaversin 4 tani. Buni narxi Eng kattasi mana shikana akalar. Bo'yi baland o'sha. Yo, jingali baland menimcha pastda turibdi hozir. Bu balandmi? Bitta pastda turibdi. Aylantiraylik bularni. Jingali katta yirik narsa bu. Bu pochka narsa bu. Yo'q, tenagan. Jichcha farq qilyapti. Mollar qalay yo'qdi, mahir Bo'zo'lar zo'r. Haqiqatda haqiqatda janavor. Boqib maza qilinglar akalar bunaqalarni. Bu bag'baqani qaranglar. Men qarang. Yoqadigan yaxshi narsa bo'lsa tavsiya qiling. Birovga halay zo'r deb maqtab sotmang. Yaxshi kelajagi bor foyda qilsa keyin olsin. Men ham jichcha pulga berib yuborimman-da buni. Mana akalar. Birov sotgandan keyin mendan olib orinmasin. Birovga yoqsa keyin bering buni. Tavsiya qiladigan narsa bo'lsa tavsiya qilaveraman deng. Buni hozirgi holatini men qanday odamlar olishini xohlardim. O'sha sigiri bor, suti bor, yo bo'lmasam hali emda va sutdan chiqib turgan bezo'larga yem tarkibli granula holatda beriladigan yem bor. 7 xil. Masalan, soya sho'rti, raps sho'rti, kepek, makka yorma, villafos, trikasi, o'sha kalsiy.
Shu 7 xil 6 xil narsani nima granula qilib beradi-da, shu bilan beda yeydi. Asosan sut endi sutdan chiqib turgan buzovlar uchun. O'shanda bersa holatini o'zgartirmaydi. Shu holatda bilqillab ketaveradi. Yo bo'lmasam sigara bor odam olsa, dashi bo'lsa-ga emiz olsa bo'laveradi. Endi hozirgi holatidan oddiy kepe beda silovskiga o'tkazsa, ticha qorin sog'i sahunilashib qolishi mumkin. Lekin kelajak gapiraveradi bezovda. Sutga to'ygan lekin, a? Вообще u umuman sutda yamayman. Mana shu qorin bor, kech pet kelib ko'rsa, qonni mana qorin bor, mana shu kecha chiqquncha yemaveradi. Umuman sutda yamayman. Jo'jicha torli qilib qo'yadi. Keng bo'lib qolsa, yugurib maza qilsa kerak-a? Ular hozir endi meniki chiqarsa, birpasda sigirlar yopishib oladi-da. Ashta mana sal zarodan olib ko'rsatavering bemalol. Mana kerak zarodan. Mollarimiz daxiga keladigan bo'lsa, 97 millionga ozgina xayri bor. 97 millionga Ozgina xayri bor. xayri bor akalar, ozgina. Narx qoplagan olsin, qoplamagan boshqa gap so'z kerak yo'q. 97 million turosiga 97 million. Nech puldan tushadi unda? Hozir 24 million 750 mingdan tushar ekan. 24 million 250 mingdan tushar ekan akalar. Xayrini qilaveramiz, xayri bor. Tavsiya beraveraman akalar sizlarga. Zo'r 97 narsalar. milliongachi Ha, Toshkentgacha dastlabkasi bor. Toshkentgacha Shu pulda o'ziga. Shu puldan kam esa yo'q. 1 so'm kam yo'q ekan, dastlabkasi Toshkent bo'yicha Vodiy Toshkentgacha bor. Toshkentgacha boradi. O sizga ham ahlinga rozi bo'lasizlar. Layklar, tirslatverasizlar. Xudo xolasa zo'r video bo'ldi degan umiddaman. Akalar, ukalar, opa-singillar, chorva ishqibozlari video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, balkim noto'g'ri ma'lumot aytgandirmiz, balkim to'g'ri. Og'ir achchig'iga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa, Yaqubjon akamiz videolar chiroyli qilib olib tursa, bundan ham zo'r mollar chiqarishga harakat qilamiz. Layklar qirsillatib, kommentariyaga yondirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.